Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli ata-analar, şundaqla qadirlik omaq farzandlarimiz. Güzel dinin programımızın 9. sanağı kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Kamina Abdullah Yalqun va kichik diktorimiz Qizil Yupurmoqdan sizlarga o'tliq salom. Qadirlik radio anglag'uchilarimiz, biz o'tganki 2 soatlik, ya'ni o'tgan 2 bo'lim programmamizda tahorat, g'usl, tayammum babini boshlab bu cho'ng bab bo'lganligi uchun biz o'tganki 2 qitimliq programmamizda buni davomlashtirib kelyapmiz. Bugun inshaalloh yana shu kelgan yerimizdan boshlab davomlashtiramiz. Tövəni bizning diktorimiz Qizil Yupurmoq Cho'roq tepa g'ori mavzusidan boshlab diqqatinglarga sundi. Qanamsa Qizil Yupurmoq, marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar va qadrli kichik do'stlar. Men Qizil Yupurmoqdan sizlarga o'tliq salom. Tövəndə Cho'roq tepa g'ori mavzuliq hikoyani diqqatinglarga sunaman. Cho'roq tepa g'ori. Emir saharda dadasi bilan birga maktabga qarab yo'lga chiqdi. İyun ayının tunji haftasi dam olish kunini maktabdagi izchilar atriti bilan birlikda yozliq lagerda o'tkazmoqchi edi. Emir maktabga yetib kelganda lager avtobusi allaqachon kelgan va tayyorliklar taq bo'lib bo'lgan edi. Avtobus birdamdan keyin lagerga qarab qo'zg'aldi. Yozliq lager faoliyatining tashkillovchisi, turk tili o'qituvchisi İsmail muallim avtobusning mikrofonda o'quvchilarga bu qitimqi faoliyat to'g'risida so'zlashga boshladi. Savoqdoshlar, men oldi bilan sizlarga bu qitimqi faoliyatimizning sizlarning nazar doiralarini kengaytirishini maqsad qilgan bir ko'ngillik sayohat ekanligini bildirmoqchi. Ko'rmagan yerlarni ko'rimiz, qaynam tashqinliqqa to'lgan cho'ng shaharning varang-cho'ronglaridan yiroqlashib, jimjit sahroda ko'ngillik minutlarni o'tkazamiz. Avtobus bizni Qarg'ayliq yayloq o'rmonchilik rayonidagi lagerda tushirib qo'ydi. Biz u yerda chidir tikib o'yin o'ynaymiz. Sayohatimizning 2-chi kuni 2 soat piyoda yo'l minib, Cho'roq tepa egizligidagi qadimki zamonga oid rasmlar saqlangan qadimiy g'orning ichiga kirib ekskursiya qilamiz. Sizlarning qoidalarga aniq rioya qilishinglarni, kollektivdan hargiz ayrilmasliginglarni va muhitni pokiz tutishga diqqat qilishinglarni talab qilaman. Shuni unutmayliki, muhit bizga omonatdir. Uni kir, maynat qilmay, pokiz holda keyingi avlodlarga meros qoldirish bizning bosh tortib bo'lmaydigan muhim vazifalarimizdan biridir. Avtobus 1,5 soatdan ko'proq yo'l yurgandan keyin lagerga yetib keldi. Ular oldi bilan chedir tikadigan yerni tanladi. O'qituvchining yetakchiligida chedirni birdamda tikib bo'ldi. Qozon qumuch va oson yo'tkagili bo'ladigan ustallar eng cho'ng chedirning ichiga qo'yildi. Atrat boshlig'i İsmail muallim pushtak chilib o'quvchilarni chaqirdi. Savoqdoshlar, hozir soat 11 bo'ldi. Tushlik tomoq soat 1 da. Yiroqqa ketmay, musha atrofda xohlagancha faoliyat qilsanglar bo'ladi. Tushlik tomoq etish uchun 3 kishi qilib menga yordamlashsin. Ballar bu kengli yeshillikda xushallikdan qiyniq patmay yayrab, o'zaro guruhga bo'lishib o'yin o'ynashga boshladi. Ati yozning sexiy quyoshi, qushlarning nag'mi navolari va buk baraqsan qarg'ay daraxtlarining o'zgacha puruqi bilan ham nafas bo'lib o'yin o'ynash bu bolalar shaharlarda topolmaydigan cho'ng bir ne'mat edi. Shodlikqa cho'mgan bu bolalar buloq suyida bas-basda yuz ko'zlarini yuvib bo'lgandan keyin cho'ng chedirga kirib, tomoq ustining oldidagi o'rindiqlarga kelib o'ltirishdi. Sap havoda ular bo'ridek ichirqab ketgan edi. Uyda erkilab tomoq yegil unamay, ota-onasini yolvurtadigan bu bolalar taxsidagi taomlarni pak-pokiz yevatdi. Tushlik tomoqdan keyin yeshil chimliqlarning ustida bu go'zalliklarni yaratgan Allohning huzurida peshin namozi o'qidi. Kichik izchilar İsmail muallim bilan birlikda oqshomgacha o'rmonlikda kezdi. Lagerga qaytadigan chaqda oqshomlikqa chedirning oldida yoqadigan gulxon uchun o'tin terib mengishni unutmadi. Kun petishdan ilgari navbatchi o'quvchilar atgan kashlik tomoqni yedi. Namoz shamni o'qigandan keyin chedirning oldida lavuldab yeniyotgan gulxonni cho'r deb o'ltirgan bolalar navbat bilan mahorat ko'rsatishga boshladi. Ba'zilar naqsha qo'shiq aytdi.
Ba'zilar qiziq yumorlarni so'zlab berdi. Ba'zilar xilma-xil ovozlarni do'rab, savodashlarni kuldirib tiliqtirib etdi. Vaqtning qandoq tez o'tib ketganligi bilinmayli qoldi. Chekatkilarning ovozlarini anglag'ach yotgan ko'rib ichiga kirib yotgan bolalar nihoyatda tezli uxlab qoldi. Kun chiqishdan ilgari Ismoil muallimning chaqirishi bilan bolalar o'rnidan dast turdi. Halbuki uylarda onalari ularni yolvoribmi uyg'otolmaydi. Ular qisqa vaqt uxlagan bo'lsa-mu, ammo o'rmondagi sap havoda harduqi chiqib, ruhliq holda o'rnidan turgan edi. Bu vaqtdagi muzdek suda tahorat ilib o'qigan bomdod namozi ularning ko'zlaridagi uyquni tamoman qo'g'libatdi. Ömer va Ismoil muallimning yetakchiligida saharda badan chiniqtirishni boshladi. Sit cho'ng shaharlarda tushkichi uxlash bilan, bekor lag'aylash bilan o'tgan ta'til vaqtlari mushu yerda o'tgankidek ma'nilik va ko'ngillik bo'lgan bo'lsa-chu, kashki. Badan chiniqtirishdan keyin lager a'zolari cho'ng chedirda tayyorlangan nashta dasturxoniga o'ltirdi. Tez-tez nashta qilgan bolalar cho'raq tepadagi g'arlarni ko'rishga aldirayotdi. Ismoil muallim: Savoqdoshlar, endi 2 soat piyoda yo'l yurimiz. Yeydigan narsa, ichadigan suv va quyosh nuridan saqlanadigan shapki qatorliq narsalaringlarni elib olishni unutmanglar, dedi. Emir va do'stlari tor bir chig'ir yo'lni bo'ylab cho'raq tepa egizligiga qarab ilgirlashga boshladi. Dastlabki yarim soatlik yo'lni kulki chaqchaq ichida mengib tugatgan bolalar keyingi musobada qiynalishga boshladi. Quyosh attigandigidek bolalarning mo'risini silamayotdi. Chınqi tushdagi haroratlik issiq taptidan bolalarning tillari qurib, dimoqlari echishib ketyotdi. Bolalar egizlikka chiqqanda daraxtlarning soyasiga o'zini aran atdi. Issiq havoda uzun yo'l yurib odatlanmagan bolalar qattiq yerib ketgan edi. Atrat boshlig'i Ismoil muallim: "Nim bo'ldi bolalar? Herib ketdinglarmi? Tez bo'linglar. Endi g'arni ekskursiya qilishni boshlaymiz", dedi ma'nilik bir ohangda. Cho'ng ikki xada toshning orasida bolalar bir sap bo'lib qo'lni qo'lga tutishib tizilib g'arning ichiga kirib hayron va has bo'ldi. Sirtdagi ko'ydirgidek issiq havo birdamla o'zgargandek edi. Bolalar o'zlarini go'yo cho'ng bir to'nglatquning ichiga kirib qolgandek his qilishdi. Ömer muallim qo'lidagi qo'lchiroq bilan g'arning ichini yo'ritdi va g'arni tunishtirdi. Savoqdoshlar, biz hozir necha ming yil ilgari yozilgan, kunimizga qadar saqlanib qolgan bir tarix betini ko'rish oldida turibdimiz. Dastlabda bir qarash qilib sizlarga ma'nisiz tuyulgan ba'zi mazmunlar tarix jihatda intayin muhim tushuntirishlarni o'z ichiga olgan. Bu yerda biz ko'rgan rasmlar u davrdagi insonlarning yashash shakli, oziqlanish usuli, ijtimoiy hayoti va buningga munosabatlik nurg'un narsalarni tushuntirib beradi, dedi. G'arni ekskursiya qilib bo'lgan bolalar Ömer muallimning yetakchiligida g'ardan chiqib, somkalardagi uzuq tuliklarni yeshil chimanlarning ustida qo'yib, tushlik tomoq yedi. Bolalar qo'rsiq to'ygandan keyin qaytadan jonlandi. Ömer muallimning ovozini anglash bilan hammasi o'rnidan dast turdi. Savoqdoshlar, planimiz bo'yicha faoliyatimizning 2-chi kuni Cho'raq tepa g'arini ekskursiya qildik. Hozir soat 3 bo'ldi. Peshin namozimizni bu yerda o'qib, lagerga qarab yo'lga chiqishimiz kerak, dedi Ömer muallim. Sudandagi suyning hammasini ichib bo'lgan Malik: "Muallim, mening suyim tugidi. Savoqdoshlarning ha qachon suyi qolmadi. Yaqin atrofda buloq, daryo yoki suv topqili bo'ladigan bir yer bordek qilmaydi. Namoz o'qish uchun qanday tahorat olarmiz?" deb so'radi. Ömer muallim: "Nayt yaxshi bir savol so'rading. Apirin Malik. Men mushu temada so'zlamoqchi edim. Savoqdoshlar, go'zal dinimiz islom hech qachon insonlarga kuchi yetmaydigan ishlarni yuklamagan. Ya'ni islom qiyinchilik dini emas, osonlik dinidir", dedi. Ali qo'lni ko'tarib: "Muallim, undaqda namoz o'qimamdimiz?" deb muallimning so'zini bo'ldi. Ömer muallim: "Yo'q Ali, balog'atga yetgan aqli hushi joyida har qanday bir musulmonni namoz o'qishdan hech qanday bir bahona sabab to'sib qololmaydi. Suv yo'q va namoz vaqti bo'lib qolgan chaqda
Suv tepish imkoni bo'lmagan ahvolda tayammum qilib namoz o'qiymiz. Oldi bilan tayammum uchun niyat qilamiz. Ondan olqinimizni echib, pokiz to'piga yenik bir urg'andan keyin avval yuzimizni silaymiz. Ikkinchi qatim yana olqinimiz bilan to'piga yenik urib, ikki bilikimizni silaymiz. Mushundaq oson savoqdoshlar, dedi. Ali yana so'rdi. Undaqda muallim, odatda biz tahorat olgandan keyin qiladigan barliq ibodatlarimizni tayammum qilish orqali qila olamdimiz? albatta, har vaqt namoz vaqtida tayammumni takrorlash sharti bilan tahorat olgandak barliq ibodatlarimizni qila olamiz, dedi Ömer muallim. O'quvchilar yangi bir narsa o'rganganning hayojini bilan muallimga ergishib tayammum qilishga boshladi. Jamoat bo'lib peshin namozini o'qigandan keyin qaytish uchun yo'lga chiqdi. Lagerga qaytib kelgandan keyin buloqning yonida ratlik tizilib, o'chrat bo'lib qonig'idek suv ichdi. O'quvchilar yakshanba kuni kun patqanda ayrilgan lager Emir va do'stlari uchun nihoyat foydali bo'lgan edi. Hem yangi yerlarni ko'rib, nazar doirasini kengaytsa, hamda yangi bilimlar o'rgangan edi. Bo'libmi maktabda jini siqilgandek besim his qilmay, vaqtini kulib yayrab, sakrab, taqlab o'ynash bilan o'tkazgan edi. Emir xuddi bukut o'siga o'xshaydigan cho'roq tepa egizligiga avtobusning derisidan oxirgi qitim bir qaradi. Ko'nglida kelar yilqi yozliq lager faoliyatining planlarini tuzgach, savaqdashi Burxonning mo'risiga beshini qo'yib uxlab qoldi. Qadrlik o'smirlarimiz, tövende biz o'rganganlarimizni hamda bu inshaalloh mushuning bilan bu bab tugaydi. Hamda biz o'rganganlarimizni biroz takrorlab boqaylik degan yer keldik. Hamda savollarni men so'rayman. Qizil Yupurmoq qizimiz buningga javob beradi to'g'ri xatoligiga. Ham kitobinglardimi oldinglarda sizlar tutib turayotgan bu kitoblardimi bor hammasi buningga qarab turgaysizlar. Tövendeki cümlelerinin to'g'ri yoki xato ekanligiga hukm qiling deydi savolda. To'g'ri bo'lsa to'g'ri, xato bo'lsa xato degan so'zning yendiki katakchiga ishorat qiling. Endi biz bu yerda ovoz o'qiganligimiz uchun bu yerda faqat bu yerda Qizil Yupurmoq javob berdi, men savol so'rayman. Birinchi savol: tahorat olganda a'zolarimizni 3 qitim yuvish sunnatdir deydi. To'g'rimi xato? Albatta to'g'ridir. Xo'sh, undaq bo'lsa tahoratsiz holda Ka'bani tavob qilg'ili bo'ladi deydi. To'g'rimi, xatomi? Xato. Xo'sh, tahorat olganda suvni isrof qilish makruhdir deydi. To'g'rimi, xato? To'g'ri. Xo'sh, yetib yoki bir yerga yo'linib turib uxlasa tahorat sunmaydi. To'g'rimi, xato? Bu albatta xatodir. Tahorat olganda yuyishga tegishlik a'zolarimizning ustida yara bo'lib, teng'iqlik bo'lsa, ustiga masih qilsak bo'ladi deydi. To'g'rimi, xato? Albatta to'g'ri. Xo'sh, endi biz o'zimizni sinab boqaylik. Birinchi, tuvandagilardan qaysi tahoratning farzlaridan biri deydi. A, B, T, P bilan javob berilgan. Buning hammasini o'qiyman. Siz qaysining farz ekanligini menga deb berasiz. Birinchisi A, ya'ni birinchisi tuvandagilardan qaysi tahoratning farzlaridan biri. A javob: og'ziga suv elib chayqash, B burniga suv elish, T boshqa masih qilish, P quloqqa masih qilish, ya'ni quloqni ho'l qo'lda silash. Bularning qaysi farz? Bularning ichidagi qaysi tahoratning farzi? To'g'ri javob T, ya'ni boshqa masih qilish. Xo'sh, ikkinchisi tuvandagilardan qaysi tahoratning farzlaridan emas deydi. A javob: bilakni jaynak bilan qo'shib yuvish, B javob: putlarini yuvish, T javob: yüzni yuvish, P og'izni yuvish. Ya'ni bu 4 xil javobning ichidagi qaysi tahoratning farzlaridan emas deydi. To'g'ri javob P'dir. Chunki og'izni yuvish tahoratning farzlaridan emas. Uchinchi, tuvandagilardan qaysi tahoratning sunnati deydi. A yuzni yuvish, B putni ushqi bilan qo'shib yuvish, T burnini yuvish, P beshining 4/1ga masih qilish. To'g'ri javob T, burnini yuvish. Xo'sh, tuvandagilardan qaysi tahoratni buzmaydi deydi. A badandan qon chiqish,
B. Külüş, T. Uxlaş, P. Huşidan ketiş. Bu yerda to'g'ri javob B'dir. Chunki kulish tahoratni buzmaydi. Xo'sh. 5-si tövendekilerden qaysi tahoratni buzudi deydi. A. Esneş, B. Yig'lash, T. Gaplashish, P. Ta'rat qilish. To'g'ri javob P. Ta'rat qilish. Xo'sh, hamda tövendeki boşluklarını tırnak içindeki sözlerden muvafiq bo'lganini tanlab to'ldiringlar deydi. Misvak 3 qitim, sunnatdir, makruhdir, farzdir deb. Xo'sh, men bu yerda jumlani o'qiyman, siz o'tirdiki bu yerda bo'shliqqa to'ldirasiz, birsini qo'ysiz. Tahorat alganda yuydigan a'zolarni yuyish sunnatdir deydi. Tahorat alganda yuydigan a'zolarni qancha qitim yuyish sunnatdir? 3 qitim yuyish sunnatdir. Xo'sh, tamam. Tahorat alganda a'zolarni rad tartibi bilan yuyish nima? Sunnatdir. To'g'ri. Tahorat alganda tishni shu narsa bilan yoki cho'tki bilan pokizlash sunnatdir deydi. Misvak keldi. Ya'ni tahorat olganda tishni misvak bilan yoki cho'tki bilan pokizlash sunnatdir. Tahorat alganda suvni kiyimga chochiritish nima? Makruhdir. Xo'sh. Tahorat alganda putni o'shiq bilan birga bir qatim yuyish Farzdir. to'g'ri. Xo'sh, endi o'rganganlarimizni takrorlab boqaylik. G'usl qilganda ig'iz burunga suv elish farzdir deydi. To'g'rimi, xato? Albatta xatodir. Xo'sh, bo'ytarat bo'lmasa Qur'onni tutqili bo'lmaydi. To'g'rimi, xato? To'g'ri. Bo'ytarat bo'lmasa jamiga kirgili bo'ladi, ammo namoz o'qig'ili bo'lmaydi. To'g'rimi, xato? To'g'ri. Tayammum qilganda niyat qilish shart emas. To'g'rimi, xato? Xato. Tayammum qilgan kishi suv bilan tahorat ola oladigan sharoitga erishganda tayammumi buzilmaydi deydi. To'g'rimi, xato? Xato. Xo'sh, endi o'zimizni sinab boqaylik. Birinchi tövendekilerden qaysi g'usulning farzi deydi. A javob putni yuyish, B burniga suv elish, T boshqa masih qilish, P quloqqa masih qilish deydi. Qaysi g'usulning farzi deydi. Boshqa masih qilish. Xo'sh, ikkinchi tövendeki ahvollardan qaysida g'usul qilish kerak deydi. A junub bo'lganda, B badandan qon yoki yiring chiqqanda, T tarat qilganda, P qusqanda. A junub bo'lganda. Xo'sh, uchinchisi tövendeki ahvollardan qaysi g'usul qilganda makruhdir? A haddidan ziyoda ko'p suv ishlatish, B bekordan bekor gaplashish, T avrat yeri uch qalda qibliga oldini qilish, P yuqoridagilarning hammasi deydi. P yuqoridagilarning hammasi. Xo'sh. To'rtinchi tövendekilarning qaysisini bo'y tarat yo'q ahvoldami qilg'ili bo'ladi? A. Namoz o'qish, B. Qur'on o'qish, T. Tamoq yeyish, P. Ka'bani tavob qilish. T. Tamoq yeyish. To'g'ri. 5-chi tövendekilardan qaysi tayammumni buzmaydi? A. Yig'lash, B. Ta'rat qilish, T. Ishlatgudak suv tepish, P. Burni qanash. Tövendekilardan qaysi tayammumni buzmaydi deydi. A. Yig'lash. Xo'sh, endi yana tövendeki bo'shliqlarni tirnoqchilik so'zlardan muvofiq bo'lganini tanlab to'ldiringlar deydi. Ayollarning hayizdan keyin bo'y tarat elishi nima? Farzmi, sunnatmi? Farzdir. Xo'sh, g'usul qilganda qo'limiz va avrat yerimizni yuyish nima? Farzmi, makruhmi, sunnatmi? Sunnatdir. G'usul qilganda avrat yeri ochiq holda qibliga oldini qilish nima? Makruhdir. Tahorat alg'udak yoki g'usul qilg'udak pokiz suv topolmagan chog'da nima ish qilamiz? Tayammum qilamiz. Xo'sh. Hürmetli, qadrli ota-onalar, shunaqla suyumlik o'moq farzandlarimiz. Shuning bilan Güzel Dinin programımızın 9-sani mushu yerda oxirlashdi. Inshaalloh kelar qitimqi sanimizda yangi bir bob mu'minning mi'roji dinimizning to'riki namoz bobidan boshlab diqqatinglarda bo'lamiz. Yana bir qatimliq programmamizni ko'rishguncha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Ijobatli duolaringlarda biz uchun duo qilishni unutmaysizlar. Qani qizim, qizil yo'parmoqsizmi? Xo'shlashib oling. Hurmatli ota-onalar va qadrli kichik do'stlar,
kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha sizlarni Janobi Allohga topshiraman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.